Gar bolalik chog'lari jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Xayr maktabim, xayr do'stlarim, sho'xligim. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат мы все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь, Юлию. И вот я словно тем плету за Юлей амурных клюпик. Подойти боюсь я к Юле, вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. Bugun so'nggi qo'ng'iroq tadbirimizni ochib berish uchun Sherimbekov Feruza opaga beramiz prezident tabrigini berish uchun. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz bitiruvchi yoshlarimiz va ustozlar. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbirimizga xush kelibsizlar. Mana 25-26 o'quv yilini yakunlab so'nggi qo'ng'iroq tadbirini tashkil qilganmiz. Mana 25-26 o'quv yilida bir qancha yutuqlarga erishdi o'quvchilarimiz. Shulardan 9 nafari milliy xalqaro darajadagi sertifikatlarga ega bo'lishdi. Fan olimpiadalari g'oliblari bo'lishdi. Bu bilan barcha o'quvchilarimizni tabriklayman va davlatimiz rahbarining bitiruvchi yoshlarimizga yo'llagan tabrigini o'qib eshitiraman. Aziz farzandlarim, hurmatli ustozlar va murabbiylar, muhtaram ota-onalar, bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il-qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayyom bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan sizlik farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etadigan bunyodkor kuchni quramiz. Joriy yil birinchi marta 11 ming nafardan ziyod farzandlar
yoshlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il-qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlariga namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonamiz. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlar safarbar etyapmiz. Albatta, bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor degani. Bugungi bitiruvchi 3-Renessans bunyodkori degani. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz. Mamlakatimizda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum sizlarga zamonaviy bilim, kasb, malaka berishga tayyor. Tirishqoq, o'z kuchiga ishongan yoshlarimiz hali maktabni tugatmasdan turib, yurtimizdagi chet eldagi nufuzli oliygohlarga kirishga ulgurdi. Masalan, 171 nafar yoshlarimiz dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilar mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilindi. Ana shu farzandlarimni, ularning ota-onalari va ustozlarini bunday yutuqlari bilan chin dildan tabriklayman. Aziz bitiruvchilar, o'zingiz ko'rayapsiz, bugungi hayot ham, mehnat bozoridagi talab ham shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Yangidan yangi kasblar paydo bo'layapti. Til, kasb, kompyuter savodxonligi va mustaqil daromad topish ko'nikmasini egallash muhim zaruratga aylanmoqda. Mehnat bozori endi avvalo hujjat emas, amaliy bilim, malaka va natija so'rayapti. Bugun qishloqdagi oddiy maktab bitiruvchisi ertaga dunyo tan oladigan olim bo'ladi. Bugun oldinga katta maqsadlar qo'ygan intiluvchan, izlanuvchan yoshlarimiz ertaga millionlab insonlarga xizmat qiladigan texnologiyalarni yaratadi. Bugun kitob o'qiyotgan bir qizaloq ertaga mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqadigan farzandlarni tarbiyalaydi. Shu bois har biringiz kamida bittadan xorijiy til va zamonaviy kasbni egallashga harakat qiling. Bu kelajakka ochilgan eshik, siz uchun qo'shimcha imkoniyatlar rag'batidir. Tadbirkor bo'lishni istaydigan yoshlarimiz uchun banklar joriy yil 25 trillion so'm kreditlar taklif qilmoqda. Startup loyihalarini boshlagan bitiruvchilarga esa 100 million dollar mablag' tayyorlab qo'yganmiz. Eng yirik IT kompaniyalari har yili kamida 50 ming bitiruvchini sun'iy intellekt bo'yicha o'qitib, yuqori daromadli ishga joylashga tayyor. Kelgusida 168 ming gektar superintensiv sanoatlangan bog'lar tashkil qilamiz. Mazkur loyihalarda qatnashmoqchi bo'lgan bolalarimni men doim qo'llab-quvvatlayman. Mana shu yangi sohalarda sizlar albatta o'z kasbingizning haqiqiy egasi bo'lasiz. Qadrli farzandim, bugungi tez o'sayotgan davrda uning keskin talablariga tayyor bo'lish bu eng muhim vazifa. Ushbu yo'lda sizlar eng yaqin do'st, eng yaqin kuchli qurol kitobdir. Chunki kitob nur, ilm va ibrat manbai. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Kuchli iroda, keng dunyoqarashga ega bo'ladi. Bugungi hayotimizda sizlar uchun o'rnak bo'ladigan yutuqlarimiz, yosh qahramonlarimiz ko'p. 4-5 yildan oldin maktabni tugatgan Javohir Sindarov, Nodirbek Abdusattorov, Abduqodir Husanov kabi mashhur sportchilarimiz shaxmat va futbol olamida butun dunyoni qoyil qoldirmoqda. Yosh kino ijodkorlarimiz suratga olgan qisqa metrajli film Cannes xalqaro festivali doirasidagi inklyuziv filmlar festivalida Grand Prix mukofotini olishga sazovor bo'ldi. Kuni kecha mukofot bo'yicha milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga katta tantana bilan kuzatdik. Barchamizga cheksiz g'urur va iftixor bag'ishlaydigan bunday yutuqlar ilgari tariximizda hech qachon bo'lmagan. Ko'ryapsizlarmi, chin dildan intilsa, harakat qilsa, yangi O'zbekiston yoshlari qanday buyuk marralarni zabt etishga qodir. Men ishonaman, sizlarning orangizda ham ana shunday millat qahramonlari,
yangi O'zbekiston iftixorlari yetishib chiqadi. Bu dunyoda har bir oila inson ota-onasi, ustozlari va el yurti ishonchini oqlashga intilib yashaydi. Inson uchun eng ulug' baxt, ulkan sharaf aslida shu. Siz bugun maktabni tugatdingiz, lekin katta hayot maktabi endi boshlanmoqda. Men sizlarga albatta shunday tengsiz, buyuk yuksak saodat egasi bo'lishlaringizni tilayman. Oldingizga katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmang. O'zingizga ishonib, hamisha olg'a boring. Doimo o'zgarishlar, islohotlar ruhi bilan yashaydigan avlod bo'ling. Shu yo'ldagi ilk qadamlaringiz qutlug' va barakali bo'lsin. Barchangizga baxt va omad hamisha yor bo'lsin. Aziz farzandlarim, Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Mana davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, bitiruvchi yoshlarimizga davlatimiz tomonidan keng imkoniyatlar yaratilgan. Ana shu imkoniyatlardan foydalanib, davlatimizning taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Shunday qilib, bugungi tadbirimiz ham ochiq deb e'lon qilindi. Tadbirimiz davramizga 2026-yil bitiruvchilarini taklif qilamiz. 11-A sinf. Endi 11-chi sinfni taklif qilamiz.
Tarif tavsifining yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Tashrif buyurgan Murod va Dilbar opaga beramiz. Assalomu alaykum, o'quvchilar, hammangizga yuksak parvozlar, oliy ta'limga kirishda katta omadlar. Tabriklayman yana bir marta. Endi tadbirimizning badiiy qismini boshlaymiz. Davramizga 11-A sinf o'quvchisining she'rini tinglaymiz. Balki kinolmas orzu qilgandek, tilloga burkanib yurmas ehtimol.
Kamtarin va oddiy ko'rinsa-dalik, Xudoga yaqindir o'qituvchi ayol. O'g'il, qiz o'stirib oqila halol, jannatdan umidvor bo'lamiz xiyol. Uning hisobida necha yuz nihol, Xudoga yaqindir o'qituvchi ayol. Shaniga tosh otib ranjitmang zinhor, gerchi kek saqlamas ko'ngli beg'ubor. O'rniga javoblar qilguvchi zot bor, Xudoga yaqindir o'qituvchi ayol. Tunda ham kitoblar varaqlab yog'i, qog'ozga qadalar horg'in nigohi, dunyoni ustuni ularni chog'i, Xudoga yaqindir o'qituvchi ayol. Hamisha qalbida dilida qoling, yaxshi xotirada tilida qoling. Ustoz deb har ishda duosin oling, Xudoga yaqindir o'qituvchi ayol. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hammangizga rahmat bilim berganlaringiz uchun. Endi 11-D sinf o'quvchilaridan rats. Bizni 11 yil o'qitib, bilim berib, tarbiya berib, shu kamolga yetkazganingiz uchun sizlarga rahmat aytamiz. Ekran ishlamayapti. Olqishlar, olimlar chiqargan makon. Ezgulik ulashtirish emasdir oson. 6 yoshda shashar ostonang tomon, 60 ta muallim ustining hamon. Birinchi sinf o'quvchilari taklif qilamiz. Marhamat. O'quvchilarning ota-onalariga bo'lgan dil izhorlarini eshitamiz.
bizga goh quvonch, goh mahzunlik baxsh etadi. Quvonchimiz shuki, biz ilmning yana bir yuksak cho'qqisiga parvoz qilamiz. Mavzuyimiz shuki, bugungi bolalik davri, ilmidan bizni xabardor etayotgan o'quvchilarimiz, ya'ni murabbiylarimiz bilan xayrlashamiz. Endigi navbatni o'quvchilarimizga beramiz. Assalomu alaykum. Ustozlar, ota-onalar, o'quvchilarimiz. Bugun sizlarga so'nggi qo'ng'iroq bayramingizni tabriklayman. Xudoyim sizlarga uzoq baxt tilayman. Qadrdonlar, o'quvchilarga kerak bo'lishdi. Bizning yetib qo'yman. Kimlarga xabarli hangisi o'tiramiz. Hammaga omad tilayman. Rahmat, ustozlarga shunday bilim berib tarbiya berib. Shurmatlarga har kim o'z egasining yo'llarini topsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli 6-maktab pedagoglar, ota-onalar, o'quvchilar. Mana bugun 25-may so'nggi qo'ng'iroq bayrami. Men bu bayram bilan hammamizni tabriklayman. Mana bitiruvchi o'quvchilarga kelgusi hayotlarida qandaydir bir orzu umidlari bo'lsa, oliy o'quvlarga kirmoqchi bo'lsa, shularga hamda yaxshi kasb tanlamoqchi bo'lsa, bularga muvaffaqiyat tilayman. Men o'zim ham shu 60-maktabda o'qiganman, lekin avvalgi 60-maktab eski binosi hozirgi bo'ladigan yoqda edi, keyin bu yoqqa ko'chib o'tdi, hozir ko'p tumandan keyingi zidamasi bu. Men shu maktabda bitirdim hamda shu maktabga o'qituvchi bo'lib 80-yil ishga kirganman. Keyin 90-yilda bu maktab ikkiga bo'lindi. Arg'i 3-maktab bo'ldi, bu 60-yosh gvardiya bo'ldi. Arg'isi Ibrohim Matiyakov maktabi edi. Keyin 91-yil 3-maktabga o'tdim. Hamda 1917-yilgacha 2017-yilgacha shu maktabda ish olib bordim. Bu yerda juda ko'plab ulug' ustozlar o'tgan. Mana ustozlarni ko'rdikman. Loyihalarni ko'rdim. Bularga muvaffaqiyat tilayman. Ota-onalarga ham shu o'zining farzandlari o'qishlarga kirib, yaxshi ishlarda ishlab yurishlarini muvaffaqiyat tilab qolaman. Mana pedagoglar ham, ota-onalar ham agar o'zining farzandi oliy o'quvlarga kirib, yaxshi ishlarga ishlab yursa, ular ham faxrlanadi, pedagoglar ham faxrlanadi. Hammamizga muvaffaqiyat tilayman. Sizlarning yutuqlarimiz oldin yutuqi, maktabda yutuqi, elda yutuqi. Shuning uchun sizlarga oq yo'l tilayman. Muvaffaqiyat tilayman. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, hurmatli bitiruvchi birbirimizning asosiy ishtirokchilari, 11-sinf bitiruvchilari. Barchalarimizni bugungi mana shu 25-26 o'quv yilining eng oxirgi so'nggi qo'ng'iroq tadbirini tabriklayman. Sizlarga kelasi oldingizdagi imtihonlar bor, omadlar, yutuqlar, keyingi oliy ta'lim yo'nalishlariga topshiriladigan imtihonlaringizdan omadlar tilayman. Barchalarimiz o'zimizning sevgan kasb egalari bo'lishib yetishishimizda, mohir egasi bo'lishdagi mutaxassislik kelajakda davlatimizga yaxshi mutaxassis bo'lib yetishgan paytlaringizda sizlarning quvonchlarinizni ko'rib, bizlarni tabriklab o'tish nasib qilsin. Hammangizga bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri qutlug' bo'lsin. Bizning ramziy kalitini 11-sinf o'quvchisi nomidan men qo'limdagi maktabning an'anaviy ramziy kalitini topshirar ekanman. Sizlarni, ya'ni keyingi yil bitiruvchilarni maktabni ko'z qarachig'idek asrashga, ustozlarni hurmat qilishga, kichiklarga izzatda bo'lishga da'vat etaman. 10-sinf o'quvchisi nomidan men zo'r mamnuniyat bilan maktabning an'anaviy ramziy kalitini qabul qilar ekanman. Maktabni ko'z qarachig'idek asrashga, ustozlarni hurmat qilishga,
kichiklarga izzatda bo'lishga mas'uliyatni his etgan holda o'zim va tengdoshlarim nomidan va'da beraman. Ramziy kalitni 11-sinf o'quvchisi keyingi yilga bitiruvchi 10-sinf o'quvchisiga topshiradi. Endi davramizga bitiruvchilarning birinchi ustozlarini hamda sinf rahbarlarini taklif etamiz. Oldin birinchi ustozlari tabriklaydi, keyin sinf rahbarlari. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'qituvchilar, ustozlar, mehribon o'quvchilarim. Mana bugun 25-may so'nggi qo'ng'iroq ekan. Hammangizni shu bayram bilan tabriklayman. Hammangizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda omad, ishlaringizda yaxshi ishlarga kirib, maktabimizning nomini yaxshi yuksaklarga ko'tarishingizni tilayman. Kelajakda har qaysimiz yaxshi kasb egalari bo'lib, hurmatimizga, elimizga naf tegadigan yoshlar bo'lishimizni tilayman. Ota-onalarga rahmat, o'qituvchilarga rahmat, o'quvchilarimiz shu darajada bilim berib, tarbiyalagan uchun hammangizga omad ishlarimizda, o'qishlarimizda. Sog' bo'linglar. Hamma o'quvchilarni tabriklayman. Keyingi o'quvchilarga oliy o'quvchilarga Assalomu alaykum ustozlar, hamkasblar, aziz o'quvchilarim. Bugun siz hayotingizdagi eng muhim bosqichlardan birini yakunlab, yangi yo'lga qadam qo'yapsizlar. Sizlar bilan o'tgan har bir kunim, har bir darsim, har bir quvonchim va hattoki kichik qiyinchiliklar ham menga unutilmas xotiradir. Sizlarga tilagim, hayot yo'llaringiz doimo ravshan, qalbingiz pok, muvaffaqiyatlaringiz ulug' bo'lsin. Har qadamda omad, har ishda muvaffaqiyat tilayman. Sizlarga tilagim, eng ulug' inson bo'ling. Sizlarning yutuqlaringiz bilan doimo faxrlanib yuraylik. Ortiq yo'l bitiruvchilar. Assalomu alaykum aziz ustozlar va bugungi tadbirimizga tashrif buyurgan mehmonlar. Mana bugun uchar kabutarlarimiz, ya'ni bitiruvchilarimiz, o'quvchilarimiz yangi kelajakka qadam qo'yyapti. Bularning kelajakdagi orzulariga yetishni hammasiga tilakdoshmiz. Kelajakda yaxshi bir kasblarning egasi bo'lib, jamiyatga foydasi tegadigan o'g'il-qizlar bo'lib o'ssin. O'qishlariga omad almasin. Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar. Hammangizga omad, muvaffaqiyatlar. Hammangizga omad. O'quv yilida fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlari va sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi va tengdoshlariga Hurmatli yo'ldosh va shoiri, farzandingizning ta'lim tarbiyasiga bo'lgan yuksak e'tiboringiz, maktab bilan hamkorlikdagi faol ishtirokingiz hamda namunali farzand voyaga yetkazganingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Farzandingizning odobi, intilishi va erishayotgan yutuqlarida sizning mehnatingiz va mehringiz beqiyos.
Sizga oilaviy baxt, mustahkam sog'lik va farzandlaringiz kamolini ko'rib yurishingizni tilab qolamiz. 60-maktab ma'muriyati tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlanasiz. Aytbayeva Kamila. Ota-ona. Aytbayeva Kamila. Habibullayeva Dilfuza. Amanbayeva Nafisa. Nafisa bormi? Oldindan Nafisa. Oldindan. Ibragimova Muatta. Jumamuratova Shohida. Jumabayeva Nilufar. Jumabayeva Sanobat. Kichkinekova Berma. Lahapa. Sherimbekova Roza. Masharipova Xurshida. Ametova Gulxumor. Ibragimova Ra'no. O'rozbayeva Feruza. Faol o'quvchilarning ota-onalaridan Yusupova Ma'mura. Yusupova Ma'mura. Yusupova Zulxumor. Furqatova. O'razmetova Noila. Birinchi sinf bitiruvchilari o'quv yili davomida erishgan milliy xalqaro darajadagi sertifikatga ega bo'ldilar. O'quvchilarimizdan hozir davraga taklif qilamiz. Sadullayeva Rayhona biologiya fanidan C darajada. Muhammadiyeva Jasmina tarix fanidan C darajasi. Kamoljanova Dinara matematika fanidan C darajasi. Ro'zimbayeva Aydin Mofitjon qizi ingliz tili fanidan
Davletboyeva Sevinchoy, Qodirjon qizi, ingliz tilidan. Yangiboyeva Mavluda, san'at qizi, o'zbek tili, adabiyot fanidan C+ darajasi. Urazboyev Asilbek, G'ulomjon o'g'li, ingliz tili fanidan. Baxtiyorov Ozodbek, fizikadan C daraja, matematika fanidan B+ darajasi. Saburov Ergash, Nuriddinov Zafarbek o'quvchimizning otasi. Bunda tashakkurnoma maktab ma'muriyati tomonidan 9-sinf o'quvchimizning otasi. Bormi? Bir qancha yutuqlarga erishib keladir, musobaqalarda g'olib bo'lib keladir, IT yo'nalishi bo'yicha. Mana hurmatli o'quvchilar, ota-onalar, mana hurmatlisizlar, o'quv yili davomida yutuqlarga erishgan o'quvchilarimiz bor. Ularning barchasini oliy ta'limlarga kirib, davlat granti asosida o'qishga kirishga tilakdoshmiz. Bunday yutuqlarga erishgan o'quvchilarimizning ota-onalariga ming rahmatimizni aytamiz maktab ma'muriyati tomonidan. Sababi bu yutuqlarga erishishda katta mehnat yotibdi, mashaqqat yotibdi, o'z-o'zidan bo'lib turgani yo'q. Bunday befarq bo'lmagan ota-onalarga yana bir marta o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'qishlarida omadlar bilan davlat granti asosida o'qishga kirishini tilayman. Endi bugungi 25-may so'nggi qo'ng'iroq tadbiridan keyingi xatti-harakatlarimiz bo'yicha mahallamizning inspektori kelgan, bu bo'yicha o'zi tushunchalar beradi. Ota-onalar bir diqqat bilan tinglab oling. Rahmat. Avvalambor bugungi katta tantana bitiruvchilar hammasini shu o'qishlari bo'lsin, ishlari bo'lsin, hammasini omad tilaymiz. Xohlasa shu maktab bilan bir yil yaxshi ko'p o'quvchilar o'qishga kirdi deb hammamiz bir tabriklar qonib o'tiramiz. Hozir ko'ryapmiz. Shuncha qizlarimiz bilan bolalarimiz hozir nelarda sertifikatlarni olib, ularga xohlasa kirdi degan gap qilaman. Endi bularning sababi bundan ko'payaversin. Biz shuni tilaymiz. Xohlasa mana ota-onalar ham hammasi ko'rib turgan chiqar. Hammasi. Endi burada qisqacha hozir bilan tantana tamom bo'lgandan so'ng 11-klass aslida 11-sinfda o'quvchilar. Endi bu aytib o'tishimiz kerak. Yillarga narsa sizlarga oldin ham aytilgan. Burada tamom bo'lgandan so'ng har kim har yoqda vechir beri qilamiz deb, birga borib jinoyat o'tiramiz deb kategoriyasiga u narsa to'xtatilgan bo'lmaydi. Qayerda kim ziyofat berib boshqa uyda aniqlangan bo'lsa, shu yerga borib retomida bu qattiq chora ko'riladi. Shu uydan berib o'tirganda bo'lmasa tashkillashtirganda hammasini chora ko'riladi. Hozir Abdinga apqalib so'ng aytamiz, o'ylashib alhamdulillah 11 kun o'zini qilamiz. Tabriklaymiz yana hurmatli o'qituvchilar. Qanimlar minnatdorchilik xatlarini olgan ota-onalar, davraga bir chiqib bersanglar, farzandlaringiz bilan rasmga tushib. Chiqin. Faxriy yorlig'i, tashakkurnoma berilgan ota-onalarimiz, davraga bir chiqib bersanglar.
bitiruvchilarni so'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida kuzatib qo'yamiz. Tadbirimizni yakunlaymiz. Undan keyin maktab oldinda fotozona tashkil qilingan. Shu yerda farzandlaringiz bilan rasmga tushmasanlar bo'ladi. Lekin oldin boshdan kuzatib olamiz bitiruvchilarimizni. Tadbirni yakunlab, keyin rasmga Aziz bitiruvchilar, bugun sizlar hayot yo'lining muhim burilishi nuqtasidasizlar. Maktabdagi yillar sizlarni bilim bilan qurollantirdi, orzu va umidlar bilan boyitdi. Endi esa oldingizda keng ufqlar ochilgan. Yo'lingiz ravon, yulduzlaringiz porloq. Endi mana shu she'rimni sizlarga 11-sinf bitiruvchilariga tabrik sifatida yo'llamoqchiman. Bugun maktab ostonasin xatlab so'nggi bor. 11 yil bolalikka yasaysiz yakun. Endi hayot darsxonangiz bo'lar maktabda chalinadi eng oxirgi qo'ng'iroq bugun. Bilmam, balki joningizga tekkan bu jarang. Balki bezor bo'lgandirsiz darslardan hatto, balki ustoz asabingiz qilgandir tarang. Lekin o'tgan maktab davrin unutmang aslo. Axir oson bo'lmagandir 11 yil kutmoq, bekor sarf bo'lmagandir 11 yil umr. Oson bo'lmas ustozlarning etagini tutmoq, barchasining o'z gashti bor, qilingiz sabr. Balki sizga unut bo'lgan eslarsiz balki shu dargohga qadam qo'ygan jajji qizaloq yo bolakay edingizlar quvonchga to'lib kutgandirlar chalinishin ilk qo'ng'iroq. Alifboni tanimagan softil qizaloq katta bo'lib onasiga berar maslahat. Darsdan qochib bezor qilgan bir shalton quloq bugun endi o'zingizga qilar nasihat. 11 yilda 11 mingta quvonch va tashvish. Sarguzashtlar xotiradan ketmaydi albat. Sinfdoshlik bog'i ichra ochildi do'stlik. Kimlargadir nasib bo'ldi sof bir muhabbat. Endi ustoz tekshirmaydi hayot darsini. Vazifasini ko'chirmoqqa bo'lmaydi imkon. Kundalikka qo'yilmaydi ikki baholar. Biling endi xatolarni kechirmas zamon. Sinfdoshlar bo'lolmaysiz endi partadosh, endi sirdosh bo'lolmaysiz. Unutmang biroq do'stlaringiz bir umrga bo'lar yelkadosh. Do'stlik uchun chalinmaydi so'nggi qo'ng'iroq. Endi so'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida bitiruvchilarimizni hayot ostonasiga kuzatib qolamiz.
Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Mas no final, olha a merda que eu fiz. Menino do Ilha só prestava duas coisas aí, eu vou falar agora. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Encher o saco e fazer falta. Eu em casa, vendo Netflix e os solteiros estão tirando falar. Sabe o que eles estão perdendo?
Seni paret. Ota-onalar, o'quvchilar, mana bugun so'nggi qo'ng'irog'imizni yakunlayapmiz. Eng so'nggi yerlarda turibmiz. Endi o'z farzandlaringizga bo'lgan tilaklaringiz bo'lsa, aytsanglar bo'ladi. Bitiruvchi sinflarga. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar, bolalarimiz, qizlarimiz, hurmatli zulalar. Shu mana bugun farzandlarimiz bitirib o'tir ekan. Xudoyim shu bular oliy o'quv yurtlarına grant asosida kirib, sening yuzingni yorug' qilg'ay, minnatlaringni Xudoyim shu yuzaga chiqarg'ay. Hammanizni bayram bilan tabriklayman. Farzandlaringizning orqasida sizlar Xudoyim shu yuzlaringiz yorug' bo'lib, quvonib, quvonchga to'lib yurgaysizlar. Shu sana rahmat. Shunday tarbiya berib, bilim berganing uchun. Sen ham shu ulug' qizingdan ko'rgaysan, shu rahmat sana. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, ota-onalar. Sizlarga hayot yo'llaringizda yaxshi muvaffaqiyatlar tilayman. Oliy o'quv yurtlariga kirishingizga tilakdoshman. Ustozingiz Zilolaxon sana ming rahmat. Shu farzandlarimizni tarbiyasida ko'maklashganiga kattakon rahmat. Rahmat shu baringizga. Assalomu alaykum, ota-onalar, zilolar, rahmat. Bitiruv kechasi bilan hammamizni tabriklayman. Oliy o'qishlarga kirib, shitib quvonib, tabriklab kelib o'tiraylik zilolar. Minnatlarim joyina tushsin. Tabriklayman hammamizni. Xudoyim. Endi shuncha ota-onalar farzandlariga tilaklarni xizmat ayting. Assalomu alaykum, ota-onalar, o'quvchilar, qizlarimiz, bolalarimiz. Tabriklayman Ro'yxatinizdan. Sizlardan shu so'nggi bitiruvchi bilan tabriklayman. Sizlarga rahmat sana. Hammangiz o'quvchilarimiz, qizlarimiz, bolalarimiz oliy ma'lumotli bo'lib, bir-birimizni tabriklab o'rgaymiz. Tilaklarimiz bo'lsa farzandlarimizga aytinglar ota-onalar. Bular eng oldi sinflardan biri bo'ldi. Bildinglar, bu maktab bo'yicha sinfimiz eng faol sinf edi shu vaqtgacha. Bular ortidan men bir hech yomon so'z, yomon gap eshitmadim, yo taqib buzmadilar. Shunda eng namunali sinf bo'ldi. Xudoyim hayotlari o'rlarda eng namunali bo'lsin. Hamma havas qilgudek farzand bo'lsin. Eng ulug' insonlar bo'lib yetishsin. Bularga eng yaxshi tilaklarning hammasini shularga tilayman. Xudoyim oliy o'quv yurtlariga kirib, mening yuzimda sizlarning yuzlaringizni yorug' etib o'tirsin. Shunday tartibli farzandlar tarbiyalab berganlaringiz sizlarga ming marta rahmat. Maktabda havas qilgudek sinf bo'ldi-da. Davram kim aytsa-da maktabda havas qilgudek sinf. Bunday eng faol, eng tartibli, nur desam aytganimda aytgan bular. Hech qachon qarshi chiqmadi shu 11 yil davomida. Shu 5-sinfdan olgan bo'lsa, eng birinchi sinfim mening bitiruvchi bular. Shular bilan sizlar ham men bilan birgalikda ishlaringlar. Sizlar birgalikda ishlamaganda bu darajaga yetish qiyin. Bir yoqda ota-ona, bir yoqda o'qituvchi bo'lmasa qiyin bularni tarbiyalash. Lekin ertaga maraga yetishdik mana. Xudoga shukr, sizlar yorug' bo'lsin. Omad hammangizga oliy o'quv yurtlariga kirishda. Mening o'quvchilarimga faxrlanib
qatnashganlarınız üçün, tərbiyəmdə o'rnab qoyğanlarınız üçün. Sana da rahmet, qattiq qo'l bo'lib shu darajaga yetirganing uchun. Arasida yomon so'zlar söyleganlarim bo'lishi mumkin, bularni ko'rda deganlarim bor. Tarbiyalaganda shunday bo'ladi, qattiq qo'l qilmasam bo'lmaydi.